Barchaga assalomu alaykum. Bizning YouTube tarmog'ida kuzatadigan aziz kuzatuvchilarimiz, bugun sizlar bilan Zojidan yana bir yangi video ko'rib turganinglardek, bugun yonimda to'richoq turibdi. Aynan shu to'richoqqa qanaqa yig'ilganligi, har bir jarayoni sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bugun sizlarga shuni video qilib ko'rsatib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ishni birinchi bo'lib stol yig'ishdan boshlaymiz. Ko'rib turganinglardek stolni ochib olamiz. Mana oyoqlari temirdan bo'ladi hammasi. Ularni birinchi bo'lib bir-biriga ulab olamiz. Ajratib olganimizdagi mana teg qismida buni doskasi bo'ladi. Birinchi bo'lib oyoqlarni yig'amiz. Ham oyoqni pastki qismiga tepa qismlarini kirgizib olamiz. Mana bunaqa hamma o'zini boltlari, qotiradigan moslamalari chiqadi. Mana birinchi o'rinda roliklari, ko'rib turganinglardek 4 ta chiqadi va qolgan hamma ehtiyot qismlari chiqadi. Hozir birma-bir bularni sizlarga qotirib ko'rsatib beramiz. Oyoqlarimizni qotirib olish uchun mana ko'rib turgan joylarda sanashimiz kerak bo'ladi. Chiziqlari turibdi. Biz uruvinini 7 qilib oldik. 1 2 3 4 5 6 mana 7 ta chiziq ko'rib turganinglardek shunaqa qilib qotirib olamiz. Ikkala oyog'ini ham baravar qilib. Endi ikkita oyoqlarimizni bir-biriga qotirish uchun o'rta qismini o'rnatib olamiz. Endi maxsus g'ildiraklarni o'rnatib olish uchun oyoq qismiga mana bu moslamalarni qo'yib chiqamiz to'rtta tomonga ham. Endi oyoq qismiga mana shunaqa maxsus g'ildiraklarni qotirib chiqamiz. Bu g'ildirakimizda maxsus funksiyasi bor. Ko'rib turganinglardek bo'shatib qo'ysanglar mana aylanadi. Bu stop rejimini tepaga ko'tarib qotirib qo'ysanglar, mashinka turgan joyda qimillamay turadi. Endi bunaqa pedal turadigan joyini qotirib olamiz. Bu uchun ham o'zini maxsus boltlari bor. Endi pedalimizni yig'ib olamiz. Shunaqa ikkita joydan qotiriladi. Bu moslama ikkita yonni ushlab turuvchi boltlarni qotirib olamiz. Endi pedalni tiqib qattiq qotirib qo'yamiz. Keyin siz ishonchingiz hosil bo'lishi kerak. Mana bu pedalimiz bemalol shunaqa tepaga pastga tushib turishi kerak. Qotib qolgan bo'lsa, bu noto'g'ri qotirilgan hisoblanadi. Mana endi yig'ib olgan oyog'imizni ish stoliga qotirib chiqamiz. Stolimizning oyoqlarini tekis o'rnatib olish uchun o'lchab olib, bir xil qilib o'rnatamiz. Bu uchun bizga Zoji metrlari yordam beradi. Xo'p, 4 sm va aynan bu yoq tarafida ham 4 sm bo'lishi kerak. Shunisini e'tiborga olasiz. Ham bir xil turibdi. Endi qo'rqmay qotirsa bo'ladi. Tortmamizda oxirida ikkita mana shunaqa boltimiz qolgan. U mana shu joyiga buni ham qotirib qo'yish esingizdan chiqmasin.
Endi tortmamizni qotirib olamiz. O'zini moslamasiga joylashtirdik. Endi mana ko'rib turganingizdek teshiklari bor. Aynan o'sha joylardan do'skamizga qotirib qo'yamiz. Ikkinchi korobkamizni ochib olamiz. Bu yerda mashinkamizning o'zi va boshqa moslamalar bu korobkada bo'ladi. Hozir ochilganda ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan birinchi bo'lib pedalimizning eng asosiy qismlarini olamiz va ularni birinchi qotirib olamiz. Xo'p, pedalimizni ulashishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib aynan mana shu qismlar o'rnatiladi. Endi bu qismni ham stolimizga qotirib olamiz. Stolimizni turg'izib olishdan oldin ko'nglimiz xotirjam bo'lishi uchun har bir qismni pulchimizda bitta tekshirib o'tib chiqamiz. Qolgan qismlarni ham oldik korobkamizdan. Endi stolimizdagi ushbu teshikka babina, ip turadigan babinamizni yig'ib chiqamiz. Har bir qismlarni ketma-ketlik bilan qo'yib, qotirib chiqamiz. Aynan ipni ushlab turadigan qismlari mana shu joyga qotiriladi. Endi paddonimizni yig'ib olamiz. Mana bu moslamalarni har bir burchagiga qo'yib chiqamiz. Har bir burchakni o'ziniki bor. Bu rezinali mos tushishi kerak. Endi joyiga o'rnatib olamiz. Bu moslama lapga ko'tarish uchun xizmat qiladi. Bu esa mashinkamizni yotqizganimizda ushlab turadigan moslama. Va albatta magnit. Paddonimiz ham bitdi. Ana endi mashinkamizni o'zini qo'yib olamiz stolimizga. Aynan shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ortiqcha hech narsani yig'ish, qotirish shart bo'lmaydi. Mana bu qismlarni ham qo'yib olish eshiklardan chiqmasin.
Oxirida mana shu oyoq bilan labga ko'tarish moslamasini o'rnatib olamiz. Ishlayotganiga ham ishonch hosil qilib olamiz xotirib olganimizdan keyin. Demak, ishlayapti. Bunlarni ulab olamiz. Ko'ramiz. Ko'rib turganinglardek, mashinkamiz ishlashga tayyor. Demak, sizga video manzur bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni esingizdan chiqarmang. Bundan tashqari, aynan shu videoda sizni qanaqa savollar qiziqtirgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu videoni qidirayotgan qaysidir tikuvchi do'stingiz bo'lsa, unga ushbu videoni bemalol ko'rsatib yuborsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, bizni boshqa tarmoqlarda Instagram hamda Telegramdagi manzillarimizni bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. Va albatta, Zojidan 5 yil kafolatga ega rasmiy tikuv mashinalarini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Zojidan hali oldinda qiziqarli videolar bo'ladi.